Bugun dushanba. Imom Muslimning rivoyatlari bilan va fihi wulidtu va fihi unzila alayya dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Dushanba kuni tug'ildim va dushanba kuni menga Qur'on nozil bo'ldi, payg'ambar bo'ldim dedilar. Mana bugun har dushanba va payshanba kunlari yana Imom Muslimning rivoyatlari bilan amallarimiz ko'tariladi. Katta ustozlarimiz dushanba, payshanba kuni uxlashmasdi. Allohning huzurida g'ofillardan bo'lib qolmay deb, ayniqsa bu Ramazon kechalarida qo'limizdan kelgancha ibodat bilan, qiyomul layl bilan o'tkazsak, savobni ustiga savob bo'ladi, darajatlarimiz ko'tariladi. Bu oy Qur'on oyi. Mana alhamdulillah qorilarimiz Qur'oni Karimni husn tajvid bilan nihoyatda aniq tiniq qilib o'qib berishyapti. Qalblarimiz munavvar bo'lyapti. Bu oyatlar asosan tavhid, Alloh taoloning yolg'izligi. Hamma payg'ambarlar aytishyapti, Alloh bitta, ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh, ey insonlar, Alloh la ilaha illalloh bitta deylar desa, ular unashmayapti, mushriklar, johillar. Hazrati Nuh alayhissalatu vassalomni duradgor, bu jinni deb masxara qilishyapti, mana o'qidinglar, eshityapmiz. Musa alayhissalomga qancha aziyat berishyapti. İso alayhissalatu vassalomga aziyat berishyapti. Oy, Alloh bitta desalar quloq solmayapti. Janob Rasululloh muhtaram sallallohu alayhi vasallamni jinni deyishyapti. Mana nechta oyatlar o'tdi. Sehrgar deyishyapti. Sen hech qanaqa qasamki inson o'lgandan keyin tirilmaydi deyishyapti mushriklar. Alloh taolo aytayaptiki, qasamki men tiriltiraman deyapti. O'lganinglardan keyin asosan shu oyatlar, oxiratga kecha aqida oyatlari ko'p o'tdi. Payg'ambarlarning hayoti bizga ibrat uchun mau'izatul lil muttaqin. Bu mau'iza kimga? Allohdan qo'rqadiganlarga, bo'lmasa ta'sir qilmaydi. Endi sahoba ikromlar aytishadiki, biz yig'ilganimizda Asr surasini o'qimasdan tarqalmasdik deyshadi. Roziyallohu anhum. Chunki Imom Shofiy rahimahulloh aytgan ekanlarki, shu asr Alloh taolo Qur'ondan faqat Asr surasini nozil qilganda shuni o'zi insoniyatga yetardi deyishgan ekan, qarang. Chunki hamma ma'nolar bor. A'udhu billahi minash shaytonir rajim val asr. Asr bilan qasam ichaman deydi Alloh taolo. Qur'oni Karimni o'zi biladigan, Allohning o'zi biladigan ilm bilan ba'zi bir muhim narsalarga Alloh qasam ichadi. Val asr va shams deydi, val Qur'on deydi, Qur'on bilan qasam ichaman deydi. Bu yerda asr bilan mufassir ulamolarimiz aytishadiki, bu yerda ko'p ma'nolarni aytishadi. Asr namoziga qasam deb. Ko'p aksar tafsirlarda asr namozi, chunki asr namozi farishtalarni almashadigan payt, eng muhim payt. Shu paytda ham uxlab bo'lmaydi. Muhim. Endi yana mufassir ulamolarimizdan zamon bilan qasam. Har bir insonni yashagan asri bilan qasam. 21-asr bo'ladimi? 7-asr bo'ladimi? 3-asr bo'ladimi? Har bir asrda val asr qasamki innal insana lafi khusr. Inson inna bilan, ta'kid bilan. Albatta inson o'ziga qo'yib bersa, o'z holicha yashasa, albatta xusronda, ziyonga, o'zi yashashi bilan o'ziga o'zi ziyon qiladi deyapti. Mana Alloh taoloni tanimasa albatta ziyon. Mana hozir 21-asrda nimalar bo'lyapti? Alloh taolo o'zi bo'lib bergan narsani talashyapti. Bittasi neft talashyapti, bitta joy talashyapti, urush janjal. Uni eng yomoni yana bular islom nomidan qilyapti. Islomda shunaqa narsa talashish bormi? Imom Ahmad aytgan ekanlar, agar degan ekanlar, arqonday bo'lib ketsanglar, ibodatni ko'p qilib, ozib arqonday bo'lib ketsanglar, taqdirga ishonmasanglar, Alloh sizlarning ibodatinglarni qabul qilmaydi degan ekanlar. Qadar har bir insonning taqdiri bor, qancha yashaydi, qancha yeydi, qancha ichadi. Shuni tushunmasdan talashaveradi, urishaveradi, janjal. Mana dunyodagi bo'layotgan ishlar shular tushunmasligidan o'ziga o'zi ziyon qiladi, o'zini o'zi o'ldiradi. Mana hozir musulmonlarni o'ldiryapti. Nega? Narsa talashyapti, yer talashyapti. Din talashayotgani yo'q. Din talashadigan narsa emas, u Allohning dini bu. Illallazina amanu. Kim bundan mustasno?
Kim o'ziga ziyon qilmagan, kim to'g'ri yashagan? Illallazina amanu, iymon keltirganlar. Haqiqiy iymon keltirganlar. Alloh bitta. Parvardigor, sen meni imtihonga yaratgansan. Ozgina yashaymiz. Qordodamiz Alloh rahmat qilsin 104da vafot qildilar. Shu gapni yoshlar tushunishinglar kerak, xudo xolasa tushunib qolasizlar, lekin esingizda qolsin, bir kun tushunasizlar. Hozir uncha tushunmasliginglar mumkin. Yosh kattalar tushunadi buni. Qordodam aytardilar, kecha 5 yoshda edim, bugun 100 ga kirib qoldim deyardilar. Hayot juda tez o'tadi. Men ham masalan kecha 5 yoshda edik, mana shu o'ynab yurardik, mana shu tug'ilganman men. Bugun 60 ga yaqinlashib qolyapmiz. Subhanalloh, xuddi 5 daqiqaga o'xshaydi. Bunday ko'zingizni oldiga keltirsangiz, hozir uxlamayapmiz-ku, hayotimizni bir o'ylab ko'ryapmiz-da. Hammalar o'ylab ko'ringlar, nima qildim o'zi dunyoga kelibdim. Bu dunyo juda ham ozgina dunyo. Hammamiz yo'ldamiz, oxirat yo'lida. Birov piyoda, birov otda, birov ulovda ketyapmiz. Birov to'q holatda, birov sog' holatda, birov bemor holatda ketyapmiz. Qayerga? Allohning huzuriga. Kunimiz bitta kundan kamayib boryapti. İmtihonda ketyapmiz. İmtihon safarida ketyapmiz. İmtihon topshirishga ketayotganingizda nima qilasiz? Masalan, bir joyga imtihon topshirsangiz, yaxshilab yuvinasiz, taranasiz, duolar qilasiz, yaxshi o'tib olay deysiz. Hozir domladan yaxshi o'tib olay, 5 olay deysiz. Tayyorlanib borib o'zingizga qarab, yo'lda ham shuni o'ylab ketasiz. Men hozir men bu savol tushib qolsa nima qilaman deb. Bu oxiratda imtihon bor. Bandam keldingmi? Qani nima qilding degan savol bo'ladi. Qabrga tushganda albatta bo'ladi bu sahih xabarlar. Xabari vohid bo'lsa ham, ohad hadis bo'lsa ham, lekin tush bilan ikkita farishta kelib "Man robbuk" deydi. Robbing kim deydi. Bu dunyoda Robbim Alloh demagan odamlar tili lol bo'lib qoladi. Payg'ambaring kim deydi. Rasululloh Imom Muslimning rivoyatlari bilan ko'rsatiladilar har birimizga. Bu zot kim deydi. Sallallohu alayhi va sallam deb Rasulullohni taniganlar, sallallohu alayhi va sallam deydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deydi. Nima bo'ladi? Yotarsan yangi uylangan yigitdek. Xuddi go'shanga deyotgandek, qabrda qiyomatgacha mazza qilib yotasan savoldan o'tsang. Ammo iymoni yo'q bo'lsa, Allohni tanimasa, halol haromni ajratmasa, mana illallazina amanu, iymon keltirgandek, mana shu iymonning taqozosi bilan yaxshilik qiladi. Amali solih degani nima degani? Alloh buyurgan ishlarni qiladi. Kechalar nimaga qoyim bo'lyapsiz? Nega bu yerda 2 soat turyapsiz? Chunki Allohning roziligini topish uchun. Alloh subhanahu va taoloning oldiga borganda Salamun qawlan min Robbir Rahim oyatini tafsirida Yosinda aytibdiki, bu baxtni kim o'ylayapti buni? Jannatga ahli jannat kirganda Alloh taolo assalomu alaykum bandalarim kelinglar deb Alloh salom berar ekan biz. Agar jannatga kirsak. Bundan katta saodat bormi umuman odamga? Yaratgan Robbimiz har bitta bandasiga kiringlar. Rizvanun minalloh. Jannatdan ham afzalroq, jannatdagi ne'matlardan ham afzalroq narsa nima? Allohning roziligi. Men sizlardan roziman ey ahli jannalar. Sizlar abadiy rohatga keldinglar deb Alloh o'zini jamolini ko'rsatadi. Mana shu aniq bo'ladi. Shu oyatlarni o'qiyapti bular. Shu oyatlarning mazmunini o'qiyapti Qur'onda. Shu xabarni payg'ambarlar yetkizdilar bizga, Rasululloh alayhi vasallam yetkizdilar. Illallazina amanu va amilus solih. Solih amallar nima? Ibodatimizni qilamiz, ota-onamizni rozi qilamiz, ota-onamizga tik qaramaymiz, qarindosh urug'larimizga yaxshilik qilamiz. Kecha aytdim, salom beramiz, sunnatga muvofiq bilamiz, sunnatga birovga ozor bermaymiz, yomonlik qilganga ham yaxshilik qilamiz. Farz amallarini, sunnat amallarini bajarish amali solih debdi Ibn Kasirda. Rasululloh alayhi vasallamga mutobat. Masalan, hozir iftordan keyin kosani yalab qo'ysangiz, Rasul aytganlarki, savob, taomni savobi oxirgi qatrasida deganlar. Yalab qo'ysangiz, oxirgi qatrasida savob olasiz. Unda shunaqa yalab qo'yasizki, bittasi aytibdi, qora aka deydi, to'ymadingizmi, yana qilib beraymi, so'z beraymi deydi.
O'ylayaptiki, to'ymagandan yalayapti deb. Sunnatligini bilmaydi-da. Ba'zi bir odamlar tashab qo'yish kerak, yarmi qolish kerak degan johiliy odatlar bor ekan. Yo'q. Mana shunga ham savob olasiz, ajr olasiz. Yalab qo'ysangiz ham. Qo'lingizni yalasangiz ham osh yeganingizda sunnat. Har bitta narsa sunnat. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mutobat sahih bo'lsa. Shu ishlarni qilganlar endi qanday xususiyatga ega bo'ladilar? Illallazina amanu va amilus solih va tawasaw bil haqq. Bir-birlariga haqni tavsiya qiladilar. Ey birodar, yo uka, yo farzand, Alloh bor. Alloh seni ko'rib turibdi. Mana yosh bolalarga. Boya kecham bitta bola kirdi, 3 yashar bola. Adasi olib kiribdi. Assalomu alaykum deb, alaykum. Alloh bor dedi. Adasi o'rgatganda. Shuna xursand bo'lib ketdim. Yosh bola, uni adasi Alloh bor, payg'ambarimiz deb aytayapti-da o'zi. Shunga tilini o'rgatibdi adasi. Alloh bor degan boladan yomonlik chiqmaydi. Buni o'rgatishimiz kerak. Haqqa buyuramiz. Haqni kimdan bo'lsa ham olish kerak. Mana bizda johiliy odat bor. Bilasizlarmi? Johiliy odat bittasi qaysi? Odamlar faqatgina boy odamlarni, amaldor odamlarnigina hurmat qilib, kambag'alroq, bechoraroq odamlarni hurmat qilmagan odam u aniq johil odam. Masalan, men o'zim domla bo'lsam, mana shahar qozisi domlasi bo'lsam-da, faqat boylarni hurmat qilib, kambag'allarga bee'tibor bo'lsam, men imom bo'lsam ham, Qur'onni bilsam ham, men johil hisoblanaman. Bilib qo'yinglar shuni. Rasululloh alayhi vasallam miskinlarni yaxshi ko'rganlikni duo qilib so'raganlar. Parvardigorim, mana ba'zi bir kishilar faqat shu ishqiboz bo'lib, shu to'g'ri Alloh amal beradi. Zalika fazlullohi yutihi man yasha. Birovga boylik beradi. Bu yaxshi fazl. Bu halolidan bo'lsa, bu mukofot bu dunyodagi. Lekin o'tkinchi mukofot bo'lar. Innahu li hubbil khayri lashadid. Alloh taolo aytadiki, inson boyligini juda ham yaxshi ko'radi dedi. Xayr deyapti bu yerda, yomon demayapti boylikni. Xayr, yaxshilik deyapti. Lashadid, juda ham yaxshi ko'rasizlar, pulni, molni, boshqani. Lekin insonni mukarramligi bu bilan bo'lmaydi. Ko'plar shundan qiladi. Bitta odam ko'p kamchiligi bo'lsa ham, badavlat bo'lsa uni hurmat qiladi. Bir odamning kamchilik kam bo'lsa ham, payg'ambarroq bo'lsa mensimaydi. Johil kishilar ular, yomon odamlar. Va tavasaw bil haqq. Menga bir yosh bola aytsa ham, men esimdan chiqmaydi. 2010-yilda men bir betob bo'ldim, bilasizlar. Ancha operatsiyalar bo'ldim. Bir bola oldimga kirdi. Kelib tuzalib kelganimdan keyin Hoji Ahrori Valiy masjidida kelib, "Qora aka" dedi, "Mana shu sizlarga o'xshagan yaxshi fayzli yigitlar. Qora aka, men sizdan xafaman" dedi. Xo'p, nimaga dedim? Jumadan oldin. Nimaga xafasiz desam, "Men dedi 3 marta o'tib ketdingiz, jumaga kirayotganingizda masjidda o'tirdim, salom berdim, 3 marta ham alik olmadingiz" dedi. Bo'lishi mumkin. Chunki o'sha paytda xayolim nimaroq edi? Endi haligi nimalar olganmiz, ozgina bir narsalarni o'ylab, shuni eshitmagan bo'lishi mumkin, to'g'ri. Unga yolg'on gapirmaydi u odam. Bo'ldi, uzr so'rayman dedim va jumada uzr so'radim shu boladan. Alhamdulillah so'rab oldim uzrimni. Shunday menga u yosh bola aytadimi, o'g'lim aytadimi? Mana men bitta o'g'lim qori, kichkina o'g'lim Ziyovuddin. Ko'p narsalarni menga aytadi. "Ada, mana qilish kerak, men bu oyat bor ekan." Xo'p, bo'ladi deyman. Chunki esimdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Menga aytadi. Alhamdulillah. Yosh bolaligidan shunaqada. Yosh bola edi, endi qor bo'layotganda bir kun chaqirib keldi. "Qora aka" dedi, "Rosa charchab kelgan edim ishdan. Kechqurun yoz payti edi, rosa onam mollarga shunday o'tirsam, bir odam 'Qora aka" dedi. Turishga ham aytdim, "O'g'lim uyda yo'qlar deb qo'ya qolgan" desam, "Yolg'on gapirish mumkinmi-da" dedi. Juda xijolat. Nima qilishim bilmayman. Uyda emas-ku, hovlidaman-ku deb qutuldim-da. Ana ko'rdingizmi? Agar o'sha esimdan chiqmaydi hozir. Necha yil bo'ldi bunga? Katta yigit bo'ldi hozir, uylandi u. Yosh bola edi unda. Mana shunaqangi ishlarda haq aytgandagi "Sen kimsan?" demaslik kerak. O'g'lingiz ilmli bo'lsa, siz o'g'lingizdan olavering agar Qur'onni aytayotgan bo'lsa. Haqni aytgan bo'lsa. Yo'q, ukangiz. Yo'q, siz juda boysiz. Xudo bergan. Undan ham boy bo'ling. Lekin bir kambag'al odam ahli ilm bo'lsa, uni oling agar musulmon bo'lsangiz. Va tavasaw bil haqqi, haqni tavsiya qiladilar bir-birlariga. Va tavasaw bis sabr. Sabr
Iymonni boshi deganlar. Hazrati Ali karramallohu vajhahu. Shuning uchun ko'p yigitlar sizlarni sabrga chaqiraman-da. Mana shu hoji buvamni qaranglar. Hammamizdan ulug'imiz. Masjidga kelganlarda to oxirigacha qimirlamasdan o'tirarlar. Hammalari bo'yiga tengilar. Mashinada o'tirarlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Hammamiz ulug'imiz. Sizlar u yoqqa yurgan, bu yoqqa yurgan, unaqa qilgan, besabrlik. Men ham hatto kecha xijolat bo'ldim. Oyog'imda sal tomir tortishi nimalar bor. O'tirib oldim-da. Tomir tortib qoldi. Lekin hoji bukamdan bu kishini oldida xijolat bo'ldim. Bu kishini turadilar shunday. Sabr degani bu. Sabr zo'r bo'lib. Buni nimaga aytasiz qor aka? Masalan, menga nima masalan, yurasizmi, u yoqqa chiqasizmi, men bu yerda turaveraman. Lekin bu odobga o'rgatish kerak, bir-birimizga tavsiya qilishimiz kerak. Uyda ham bir kun boy bo'lasiz, pulingiz bo'ladi, sabr. Ayollarga aytinglar. Ayollar la ilaha illalloh. Ota-onalarimiz mana shu yerda bir yigit bor hozir. Shu yerda hozir bor oralarda. Onalari necha yil dedilar? 36 yil otalarini boqibdilar. Ko'chaga ham chiqmabdilar. 36 yil, 30 yoshlarida kasal bo'lib, oyoqlari ishlamay qolgan ekan, to'yga ham bormas ekanlar. Adin qolib ketadi deb. Faqat uxlaganda hovliga chiqib aylanib kelar ekanlar. 36 yil o'tiribdilar, qarang. Keyin tush ko'ribdilar. Menga o'g'illarni yuboribdi. Oyim yubordilar qor aka dedi. Nima desam tush ko'rdilar. Oyim tush ko'ribdilar, shuni aytib bergan. Ha nima? Otang chaqirdi meni, bog'da yurganmish. Juda zo'r bog'damishlar-da, haligi odam 66 yoshda o'tibdilar yaqinda. Juda chiroyli. Buni qaragin debdilar xotinlariga. Lekin menga aytishdi, senga bundan ham zo'r narsalar bor, menga qaraganingga debdilar. Bu nima dedim? Bu bashorat, xursand bo'lsinlar onangiz. Mana shunday sabrli. Hozir sal ishi yurishsa, narsalar olib bersa yaxshi deb turib, ayollar eshitsin shu gapni hozir men telefonlaridan ham qo'yib beringlar. Ozgina bir ishi yurishmasa, darrov uyga ketib qolgan, qaynatalar nimaga olib bermayapsan degan bema'ni qaynanalar bor. Nimaga bu qizimga olib bermaysan deydigan ba'zi birlar haddidan oshgan. Bittasi aytadiki, astag'firulloh, men o'zimga olib bersin deydi. Bu olib beradi, Xudo xolasa, sabr qilsin, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi desam, o'g'rilik qilsa ham olib bersin deydi. Iymoni yo'q-da u ayolni. U halol haromni ajratmaydi. 70 ga kirgani u 2 tiyin uni. Iymoni bo'lmagandan keyin. Qarang, kuyovni o'g'rilik qilsa ham olib bersin deyapti. Nega? Iymon yo'q unda. Sabr qilmaydi. Dunyoning zinatlari faqat shu. Alloh aytadi: "Va minan nasi man yaqulu robbana atina fid dunya va ma lahu fil oxirati min xalaq." To'g'rimi qor aka? To'g'ri o'qidimmi? Oyat tushib qolmasin, eshitib turinglar. Odamlarning orasida shunday odamlar borki, faqat dunyoni so'raydi. Ba'zi bir duolar bor-ku, to'y bo'lsin, qo'y bo'lsin, o'y bo'lsin, pul bo'lsin, unday bo'lsin, bunday bo'lsin duo. Hech oxirat bo'lsin, jannat bo'lasin deganda, u faqat dunyoni so'rasa beraman deydi Alloh taolo. Beraman deydi. Va ma lahu fil oxirati min xalaq. Ularga oxirat yo'q. Ularga jannat yo'q, faqat dunyoni so'rasa. Va minhum man yaqulu, to'g'rimi? Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Mo'minlarchi, Robbana atina fid dunya hasana. Parvardigor, bu dunyoda ham go'zal yaxshiliklar, boylik, hammasini so'rash mumkin. Salomatlik, hammasi. Farzandlar, ko'zimizning nuri. Va fil oxirati hasana. Oxiratda ham jannatni bergin. Ularga ikki dunyoni, bu dunyoni ham oxiratda ham beraman dedi. Shuning uchun Rasululloh aytganlarki, eng yaxshi duo Abdulloh ibn Mas'ud bir kuni duo qiling desa, Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina. Allohu akbar debdilar. Yana duo qiling desa, hamma duoni qilib bo'ldim-ku degan ekan. Shu duoning ichida hamma duo bor. Hajda ham, tavofda shuni o'qish kerak. Rasululloh ko'p o'qiganlar. Mana shu duoni bilsangiz, ichida hamma duo bor shunda. Demak, mana yoshlar o'tiribsizlar. Dunyoni obod qilish, chiroyli uylar qurish hammasi yaxshi, mumkin, muboh ishlar. Lekin shunga haddan tashqari berilib ketib Allohni unutishlik, shunday muborak kunlarda birovni qalbiga ozor berishlik, harom ishlarni qilishlik bu iymonning zaifligini bildiradi. Shuning uchun bu Qur'onni eshityapsizlar, Alloh taolo hammamizga, ulamolarimiz aytadi, yigitlar xursand bo'linglar. Men juda xursand bo'lyapman hozir.
aytishyaptiki, qori aka ko'chadagilar ham ketib qolmayapti. Hamma Qur'onga juda ham o'zi zo'r o'qishyapti-da. Alloh yomon ko'zlardan asrasin. Juda ham husn tajvid bilan men Madina, Makkadagi qorilarni ham eshityapman borib. Ulardan zo'r o'qishyapti. Mubolag'asiz. Oyatlar tushib qolyapti qori aka kecha. Makkadagi qorida 2 ta oyat tushib qoldi. O'zim eshitdim. Sizlarda tushib qolmayapti alhamdulillah. Sizlar buni qadriga yetinglar buni. Shunaqa qorilarimiz. Demak, mana shu oyatlarni tadabbur qilib, o'ylab, dunyoda faqat ozgina pul uchun, ozgina mato uchun bir-birimizni aka-ukamiz, do'stmiz, birodarmiz, hech narsa emas bu. Xudo beraman desa, siz birni bersangiz millionini qaytib beradi. Ko'paytirib beradi. Bunga ishoning axir. Qur'onda Alloh mana o'qishyapti, yuzafu lahum. Ularga ko'paytirib beraman deyapti. Meni qarz qilib qo'yinglar. Va quruzulloha qarzan hasana. Meni qarz qilinglar, bir miskinga, yetimga beringlar, men sizlardan qarz bo'lib qolaman, jannatda beraman, bu dunyoda ham beraman deydi. Bunga e'tiqod qilish kerak. Chuqur tadabbur, tafakkur qilish kerak. Yana bir xursandchilik sizlarga. Bugundan boshlab mana bugun olishdi, bugun qo'yishdi. Madaniyat kanalida Odoblar xazinasida har kuni chiqyapmiz. Bugundan boshlab mana shu yerda olishdi, mehrobda. Hali ko'rasizlar, 2:30 da bo'ladi. Abdulbosit Qur'on o'qib beryapti. Men uni tafsir qilib beryapman. Ko'ringlar uyda. Bugun kechirimlilik haqida gapirdim. Uyda qo'yib beringlar. O'sha kelinlar haqida ham gapirdim. Qo'yinglar, albatta ovqat yeb o'tirgan, iftorlik qilib o'tirgan bo'lasizlar, ko'ringlar. Abdulbosit go'zal Qur'on o'qib berdi. Men o'zim hali ko'rmadim, qo'ydi deyishdi hozir. Men o'zim ham Xudo xolasa inshaalloh ertalab ko'r. Hamma ayollarga qo'yib beringlar, hamma yarashsin. Duo qilaylik. Parvardigoro, yo Arhamar Rohimin, Qur'oni Karimni hidoyatiga hammamizni boshlagin. Shunday muborak kechalarda mana dahiy mag'firatga o'tyapmiz, gunohlarimizni o'zing kechirgin. Qur'oni Karimni nuri bilan qalblarimizni munavvar qilgin. Bu juda katta ne'mat azizlar. Buni tushuntirib bo'lmaydi. Men til bilan aytib bo'lmayman. Masalan, shu lazzat Qur'on o'qilayotgandagi lazzatni til bilan aytib bo'lmaydi buni. Buni faqat his qilish kerak, hammamizda bor. Shuning uchun ketmayapsizlar. Agar sizlar sezmaganinglarda bu yerda turmas edinglar. Sizlar his qilyapsizlar. Alhamdulillah. Alhamdulillah deylar. Xursand bo'lib to'y qilib yuborish mumkin bunga. Shuni bu Qur'onga muhabbat qilib turibsizmi? Iymoningiz bor siz. Iymoningiz bormi? Alloh jannatga kirgizadi, dunyoda ham o'zi yaxshi ko'radi. Parvardigor hammamizni yaxshi ko'rgin, gunohlarimizni kechirgin. Eshitganlarimga avvalo o'zim amal qilishimni nasib qilgin. Hammamiz amal qilaylik. Qur'oni Karimning hidoyatidan, sirotil mustaqimdan adashtirmagin. Va sallallohu taolo xayr.